Xo'sh, hurmatli yurtdoshlar, ko'pchilik robotchi Cobalt so'rab turadi. Sizlarga 2015-yilda ishlab chiqarilgan robotchi Cobalt keldi. 213 ming kilometr yurgan, balonlari toza qo'yilgan. Mashinamiz 2-pozitsiya, 15-yil. Endi rullar qo'yilgan ekan. Bunda podogref ham bor ekan. Podogref sideniya, potoloqlari qoraytirilib tikilgan ekan. Bahosi 88 million so'm. Qiziquvchilar bo'lsa, yevro variant ekan. Arkalari misrobga eldi. Knopka keldi. Pisosli farlar qo'yilgan. Kuzovlik ishi yo'q. Meda juda petnosi bor, yo'ri balaslar, kraskasi demak yerinde bor ekan. Ish kapoti bilan krelni yuzunda bor ekan. Kraskasi, bahosi 88 million so'm. Nalichi bo'lsa 1,5 so'm yana gelishtirib bersak bo'ladi. 2015-yil texpasport. Gabal orasidan haydab ko'rib. Avtomarketda turadi sotuvda. Hurmatli yurtdoshlar, oq desangizlar oq svetidan, qora desangizlar qora svetidan Jetaurlarimiz bor. Restyling pozitsiyasidan salon bahada ikkita orasida. Mashinamiz 303 million so'm, 5 probeg 2025. Demak, eskulchoy dostuplari bor. 2025 restyling, qoraga oq salon, oq svet mashinamiz. 7 mesta. Halasozlar. Bu yanda qora svetidan ham bor. Unda yana 2025 5 probeg benzinda 303 million so'm bu mashinamizning bahosi ham. 7 mesta. Bu qora salon. Xullas, ko'rib balo orasida keyin 30'a bir gelişip aldım. bir anda yana. Böyle Keyin Jetaur X50 modeli. 15 probeg 2025. Doğru salondan get tuttu. Bahosi 275 million so'm. Salon bahada ikkita orasida mashinamiz. Qoraga qizil salon. İçlari ham yer cho'tka bishiliklari bor. Barter xizmatlarimiz ham bor. Kredit ham chiqarib beramiz. Yil bola orasida mashinalarimiz. 2025 Style Cobalt. Mashin benzinda 80 kilometrga, oq svet, uzun radnoy bollarında. Avtomat korobka. İşte amali uzun sonu holatında turibdi. 2025 do'stlar Style Cobalt ana. Birinchi to'minlar olingan. Bahosi 160 million so'm. Avtokredit oladigan bo'lsangizlar 24 million bilan avtokredit chiqarib beramiz mashinamizni. Pilus Notarskaya klasslar 4300 ming so'mdan 5 yil oylik to'lov. Qo'shib avtomarketda sotib olib mashinamiz gelib xarid qila olasizlar. Gentra mexanik 2016-yil 107 ming probeg, metan gazlari bor, LED faylari qo'yilgan, 4 dona toza yumshoq bo'sh balon. İşlerine, politlari döşelgen, çixollar gizilgen, tablolar ham tuzilgan mashinamiz do'stlar. Mexanik korobka. Kraskasini ko'rsib tekshirtirib olaverasizlar. Salonlari 2016-yil. Hech yerida kamsizlik ishi yo'q. Bahosi 88 million so'm. Naqd pul bilan sizlarning ustida yana gashtirib beramiz. Ustida savdo qilib olaverasizlar. Avtokredit oladigan bo'lsangizlar, sizlarning kredit grafiklarini ham hisoblab chiqarib beramiz. Hurmatli yurtdoshlardan topar mashinalardan sizlarga 4 tonnalik Isuzu ko'rsatib o'tamiz. Demak, общий yuk bilan 8 tonna ko'tarib beradi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Arkalarında o'zi baliq qatnalgan ekan. 2 yil baliq qatnalgan, keyin ishlamagan, o'zi durgan uyda. 4 tona metani bor, 120lik adashmasam metani. Arkalari qo'sha balonli varianti. 2019-yil ishlarini ko'rsatib o'tali. Mexanik o'zi bilan selerka motor bo'ladi ekan, lekin 100% gazga moslashtirilgan. Gazda 100% hozir yurib turibdi. Metanni solib bosaverasizlar.
Əldində şofer bilan mena 3 mestası bor. Mexanik bo'ladi. Öz salon bahası 600 milyon so'mdan ziyod turadi ekan bu. Yəni polni hamma narsasi klon turibdi. Xalasazlar buni baliq qatmasazlar bo'ladi yoki bo'lmasam ichindagi ana narsalarni attashab boshqa narsa qilsazlar ham bo'laveradi. O'zlaringiz ham moslayverasizlar. Yana yerinde ish yo'q, hamma narsasi 100% ishga tayyor turibdi. 138 ming kilometr yurgan, o'zini yurgan probegi, bahosi 435 million so'mga qo'yildi yurtdoshlar. Qiziquvchilar bo'lsa, kelib qolgan ma'lumotlarni telefon orqali bog'lanib yoki bo'lmasam Qo'shko'pir avtomarketga kelib olishlaringiz mumkin. Mana qiziquvchilar bo'lsa, shunday videolarni yuborib qo'yasizlar. Qarab bilganlari Isuzu demak 4 tonnalik. Общий yuk bilan 8 tonna ko'taradi. Rahmat. Sons hibrid 2013 yıl Nexia 2 72 ming kilometr yurgan, metan gazlari bor, kraskasi bir qator zanglar ishlangan, bovulari o'rtacha holatda. Ishlarini politari döşalgan, aynalari knopkada, motor taraflama, yechirindi ish yo'q. Tekshirib ko'rsib qolaverasizlar. Salonlar ham toza turibdi. 2013 yil. Metan gazlari ham narsasi bor. 72 ming kilometr yurgan mashina. Bahosi 58 million so'm. Naqd pul bilan kelsangiz ana shunday yana gaztirib beramiz, savdo qilib olaverasizlar. Sons hibrid motor, kuzov 14 do'stlar. Qiziquvchilar bo'lsa, Qo'shko'pir avtomarketda sotib olib mashinamiz kelib xarid qilaverasizlar. 17 ming kilometr yurgan, 2020 yil, 100% radon kraska, mexanik Nexia 3. Mashin benzinda, hali 17 ming kilometr yurgan, o'zini halol yurgan probegi. Bir gün berberamiz polni kraskasini, probegini ustozlar ko'rsatib tekshirib olaverasizlar. O'zini radon bollarında ishlarini poliklari döşalgan. Mexanik korobka mashinamiz. Salonlari benzinda mashinamiz. Zapaskalar amaliga yere tushmay. 2020 yil. Qarab bilgan do'stlaringiz bo'lsa, videomizni yuborib qo'yasizlar. Motor taraflarına yetişerine künüş demeyen maşında. Bahosi 118 milyon so'm. Naqd pul bilan sizinle gelsizde gəzdirib beramiz. Savdo qilib olarasizlar. Avtokredit oladigan bo'lsangizlar 35 milyon bilan avtokredit chiqarib beramiz mashinamizni. Pilosni tarifskiy klasslar 2 milyon 600 ming so'mdan 5 yil oylik to'lov. Mashinamiz Qo'shko'pir avtomarketda sotib olib, kelib xarid qilaverasizlar. 17 ming kilometr yurgan, 2020 yil mexanik Nexia 3 do'stlar. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Navbatdagi savdomiz Damas'imiz oldu. 2023 yil. Mashinamiz 13 ming kilometr yurgan, metani hamma narsasi bor. Bahosi 87 doldimi? Naqd pula oxirma boya berdik. O'zlarimiz Qo'shko'pirga rozimisiz? Ko'nglingiz yo'qmi? Amanimi? Bo'ldi. Mashinamizni ko'rsatdik. Ko'rdim balon, metan sumkachi, polik bor, hamma narsasi bor. Tashkil shu bratdan beyin barobarasida. Neden coşasın şunda? Обязательно jo'shtiringlar zo'ralari. Bo'ldi. Namoz oldi. Rahmat kelaverasiz. Nexia 2'ni puldan sizlere Bru 8 mexanik Lacetti qo'yib beramiz. 2009 yil 52 milyon so'm bo'lsa beramiz mashinamizni, faqat bitada o'njoy do'stlar. Metan gazlari bor, 164 ming kilometr yurgan, kraskasi bir qator zanglar ishlangan, elegant diska bog'lar qo'ygan, bog'lari holat ham o'rtacha. Ishlarini poliklari döşalgan, chexollar yezilgan, rullar qo'ygan, lyuk hamma narsasi bor. 2009 yil Bru 8 motor mashinamiz. Salonlari qiziquvchilar bo'lsa, haydab ko'rib tekshirib olaverasizlar. Orqalaridan pisochli faralar ham qo'yilgan. 2009 yil 52 milyon so'm bo'lsa beramiz mashinamizni, faqat bitada o'njoy. Nexia bahoda Lacetti. Qiziquvchilar bo'lsa, Qo'shko'pir avtomarketda sotib qo'yildi mashinamiz, kelib xarid qilaverasizlar. Hurmatli obunachilarimiz, sizlarga bir so'm pulsiz 0 dan Damas qo'yib beramiz. 2020 yil. Bir dana pasportlaringizni akasizlar bo'ldi. Hamma ishlaringizni bitirib beramiz. Adlaringizda kredit chiqishi kerak. 2020 yil metan gazlari bor, 135 ming probeg, kraskalari 100% toza, motor taraflama yetishirindi shu. Ko'rsatib tekshirib olaverasizlar. Ishlaridan poliklari döşalgan, chexollar yezilgan, patologlar ashya qilingan. Tayyor xulos. Salonlar ham toza turibdi. 2020 yil.
Mashinamızın özünə bahası 58 milyon so'm. Avtokreditdan 0 dan chiqarib beramiz. 1 so'm pulsiz, bir dana pasportlaringiz zakkasingizda bo'ldi. Hamma ishlaringizni bitirib beramiz. Oylik to'lovi 2 milyon 400 ming so'mdan 5 yil. Aldingi to'lovsiz 0 dan mashina qarab bilgan donishlaringiz bo'lsa, videomizni yuborib qo'ysa, Qo'shib avtomarketda sotib olib qo'yildi mashinamiz do'stlar. Dayı, yaxshi günləriniz. Abi, Sabah. ben endi ushattırım şeyden. Daha işi daim sürər, bırak. Yani oldu diye gel hadi. Gel. Hürmetli yurttaşlar savdamız oldu ya. 12 sınıf satıldı. 5. pay ise 2023 yıl 5000 kilometre tuttu. Metan gazlar ham qo'yilgan. Bahası 169 milyon so'm bo'ldi. Naq pul xiva verdik. Ya daim bakalasa naq pul aldı. Apart filtring görsting ana ma'qul keladi olsa keyin qonuniy qilib beramiz. Rozimisiz shumi? Bo'ldi. Tamam. Kestirlar savdonam ettilar. Mashinamizni ko'rsatib o'tamiz. Paket mashin 2000 kilometr turibdi. Salon bahası 200 dan ziyodmi, ha? 208. 208 milyon so'm. Pokoleniya metan ham qo'yilgan mashina. Nasib etsin, yaxshi kunlar sizlar. Kelaverasizlar, kim shunday mashinalar kerak bo'lsa, Qo'shko'pir avtomarketda mavjud. Hurmatli yurtdoshlar, savdomizni yana dastanoma berdik. Cobalt'imizni yana reklama qilib o'tdik. 2019-yil 150 ming kilometr yurgan, bahasi 100 milyon so'm bo'ldi. Naq pula nera shunda? Shavot. Hayronlik. Rozimisiz? Rozimiz. Xo'sh, bizdan mashinalar bu mashinalarni berdik yana. Radno mashina 100 milyon so'mga ketdi. 19-yil mexanik. Kelaverasizlar, xizmatdamiz. Keling usta, kaçmang. Ustamız yana kamerani qarshi turibdilar, ma'lum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bu yil 2025-yil 17-dekabr savdomiz Matizimiz bo'ldi. 2005-yilda ishlab chiqarilgan benzinda bahosi 23 million so'm bo'ldi. Naqd pul kunlar avval usta kameradan qarshi turibdi. Usta! Yo'q. Tabriklaymiz. Yaxshi kunlar to'ylar eding. Izmini ham katta bersin. Rozimisiz so'g'ilada? Rozimisiz? Rozimiz. Oldi. Ustani jo'rasi oldinglar, kameradan qarshi turibdilar. Kelaverasizlar, Qo'shko'pir avtomarketda xizmatdamiz do'stlar. 2022-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mexanik keldi. 10 000 kilometr yuribdi. Hali mashina benzinda. Radnoy kraska, 4 yumshoq balonlar qo'yilgan. Tishlari monitorlar qo'yilgan mashina. Bahasi 135 million so'm. Nalik olsa gelishtirib beramiz. 20 million bilan chiqadi. 3 million 600 ming so'm oylik to'lov. Hali benzinda mashina 100% Radnoy 20 ming kilometr yuribdi. 2022. Nalichi bo'lsa ustunda gelishtirib qaytib bersak bo'ladi. Kelib aydak ko'rib olaverasizlar. Sen beni verecek konuşun burada. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Matiz Radnoy kraska, metan gazlari bor, 4 balon toza. Mashina 43 million so'm turadi. 38 million so'm beramiz mashinamizni. Ishlari chexollangan, tayyor. Yani akkuratni 173 ming kilometr yuribdi. Antiradarlarni ochib boyna. Hamma narsasi bilan beramiz. Metan gazlarini sroklari ham bor. 2014-yil metani toza. İçerinde zang churuk yo'q. Motorlar aptol yemaydi, ko'rib olaverasizlar. Avtomarketda sotuvda turadi. Barter bor, nalik olsa yana ustunda gelishtirib beramiz. Yurtdoshlar, navbatdagi savdomiz Damazimiz oldu. 2022-yilda ishlab chiqarilgan metan gazlari va 40 ming kilometr yurgan. Bahasi naqd pul 78 million berdik. Shavota yil. Rozimisiz? Hayroni ko'ring. Malades. Mashinamizni ko'rsatib o'tamiz. Tayyor mashinada metan, sumka, chexol, polik hamma narsasi bor. Ana fotologlar ham shuncha olib turadi. Radnoy kraska. Shavota berdik og'amizga. Tavsiya qilasizmi? Avon kelaveringlar. Yaxshi mashinalar shu yerda. Tamam. Bundan az savdomiz o'tibdi. O'xshasa buni qo'yamiz. Hurmatli yurtdoshlar, navbatdagi savdomiz 2025-yil shot spravka Cobalt'imiz sotildi, style variant. Bahası 160 milyon so'm bo'ldi. Nera pul? Qanqa berdik? Naqd pul. Hayroni ko'ring. Qalbinizda. To'g'ri salondan kelib turadi, xudo xolasa qanqaga ketdi. Xizmatdamiz, kelaverasiz. Rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, assalomu alaykum. Bugun xudo xolasa 10
7 dekabr savdamiz Lada X-Ray mashinamiz satıldı. 2018 yılda ishlab chiqarilgan metan gazlari bor. 87.000 kilometr yurgan. Bahası 90 milyon so'm bo'ldi. Naqd pulga urgancha berdik. Hayron. Yaxshi kunlar to'ylaramiz. Rozimisiz? Qiziqadi ekan doim shu mashina, aynan shu mashinamizni berdik. Bartera Lasetti'sini hisoblab oldik. Yurtdoshlar. Lasetti'miz 2012 yilda ishlab chiqarilgan 1.8 motor, zanglar ishlangan, 180.000 kilometr yurgan. Ishlar ham akkuratli, metan gazlari bor. Bahosi 78 million so'm bo'lsa beramiz. 75 million so'm oldik. 78 million so'm sotib qo'ydik. Ko'rib olaverasizlar. Rozimisiz Lasetti'dan? Ha. Kelaverasizlar. Hurmatli yurtdoshlar, 2023-yilda ishlab chiqarilgan Swem G01 avtomobili. Bu mashinani sotgan edik. Egalarining oldidan kredit chiqmaganligi uchun yana boshdan sotib qo'yildi. Mashinani sostaniyasi zo'r, toza mashina, 34.000 kilometr yurgan. Demak, metan gazlari bor, gibrid hisoblanadi. Mashina metan ham qo'yilgan, gibrid ham. Tokdan yuradi. Nechik? Zo'rina, pokoleniya metan. Ishlari, lyuklari bor, dumzo'r mashin. Mana arka sideniyalari. Hamma yeri chotki ishlatib turibdi. Bahosi ham arzon bahoda 220 million so'mga qo'yilib turibdi mashina. 220 million so'm. Ham zarata qo'yib minasizlar, ham metan solib minasizlar, o'zlaringizga moslab ketaverasizlar. Metan. Gibrid mashina metan qo'yilaveradi ekan. Bu yerda zaryadchi joylari hamma narsasi bor. Qiziquvchilar bo'lsa, kelib ko'ringlar. Qo'shko'pir avtomarketda turadi sotuvda. 220 million so'm bo'lsa beramiz. 1.8 mexanik Lasetti zo'r sostanada 2012-yil, 180.000 probeg, kraskasi bir qator zanglar ishlangan. Bovlari toza qo'yilgan, metan gazlari bor. Ishlarina poliklari do'shalgan, chexollar gezilgan, afishalari tikilgan. Maytafonlari hamma narsasi bor. Mexanik korobka, 1.8 motor. Motor taraflama 7 silinli shu. Salonlar ham toza turibdi. Qiziquvchilar bo'lsa, ayrak ko'rib tekshirtirib olaverasizlar. Bahosi 78 million so'm. Ustida yabana savdo qilib olaverasizlar. Motor taraflama 7 silinli shu, hamma narsasi ishlatibdi. Avtokredit oladigan bo'lsangizlar 13 million bilan avtokredit chiqarib beramiz mashinamizni. Plus Tariskaya klassda 3 million 700 ming so'mdan 3 yil oylik to'lov. Qo'shib avtomarketda sotib qo'yilgan mashinamiz, kelib xarid qilaverasizlar. Hurmatli yurtdoshlar, navbatdagi savdomiz Cobalt avtomat mashinamiz oldi. 2022-yilda ishlab chiqarilgan, 10.000 kilometr yurgan, metan gazlari bor. Tayyor mashina bahosi 135 million so'm bo'ldi. Narx bilan xiva berdik, ha. Hayron ekan. Rozimisiz? Roziman, hayron ekan. Katta versin. Davlatli xayrli mashina bo'lsin. Xizmatdan kim mashinalar kerak bo'lsa kelaversin. Rahmat. Markani tekshirtiringlar. Kraskani markani tekshirtiringlar. Sen bor, samolyot bizaraman. Lekin обязательно probeg tekshirtiring. Yalan gap turgan emas. Birov rost so'zlaydi, birov yolg'on so'zlaydi do'stim. To'g'ri shu javob million so'm pul to'lab olyapsiz-da. Yerda u yeridan chiqmasa shu probegi. Probegi agar qaytgan bo'lsa mashina, pulimiz qiymatini qaytib beradilar. Yoki bo'lmasa ustunda egasine telefon qilamizdan, "Ey, sen shu ishni qilibsan jo'ra. Probegi qaytgan ekan mashinani. Necha so'm tushib berasan pulimda?" Ustunda savdolashib, endi bu sizga ma'qul bo'lsa, bo'lmasa yo'q, boshqa mashina beradilar. Mana shunday bo'ladi. Gapimiz kameraga yozib turibdi. Gapda aytiladigan gapdan qaytish yo'q. Sen srar borib kelarsan? Ha? O'sha syomkat varaq yo'q. Sen srar syomkat beringmi? 2011-yil mexanik Epica ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Oksvet, metan gazlari bor, 260.000 kilometr yurgan mashina, toza motor bosilgan, toza motorunda 10.000 kilometr yurgan. Motor taraflama 7 silinli yo'q, motorlar ham chotki ishlatdi-na. Bular 7 silinda kamsizlik yo'q. Balonlari o'rtacha holatda, eshiklari shumcha bo'lgan, ishlarini, poliklari do'shalgan, kojurniy salon, kojalar holati ham yaxshi, podogrev sideniya, monitor, lyuk, hamma narsasi bor. Mexanik korobka mashinamiz do'stlar. Salonlar mana
Toza turibdi. Qiziquvchilar bo'lsa, hayrat ko'rib, tekshirib xarid qilaverasizlar. Metan hammasi taq 2011-yil mexanik korobka Epica. Bahosi 70 million so'm, faqat bitta joyi mashinamiz Qo'shib avtomarketda sotib qo'yildi. Kelib xarid qilaverasizlar. Hurmatli tomoshabinlarimiz, navbatdagi savdomiz tayyor Cobalt bo'ldi. 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Metan gazlari bor, 8000 kilometrga toza mashina, kraskalar 100% toza. Bahosi 150 million so'm bo'ldi. Naqd pul sholata beribsiz. Tabriklaymiz. Yaxshi kunlar ko'raylik. Bundan ham chetdasiz. Razmuslar savdolardan rahmat. Nelar savdolar bersin, rahmat. Sana danagan bilganlar bo'lsa, endi ishda tashkil etaverasiz. Mashinamizni ko'rib sifatamiz do'stlar. 2024-yil ham tayyor mashin. Metan gazlari ham narsasi qo'ygan, ishlar ham döşalgan. Hurmatli tomoshabinlarimiz, Qo'shib avtomarketdan navbatdagi savdomiz mexanik Cobalt'imiz bo'ldi. 2021-yilda ishlab chiqarilgan metan gazlari bor. 45 ming kilometrga kraskasi toza. Bahosi 124 million so'm bo'ldi. Naqd pul qiva berdi. Do'stlar, tabriklaymiz. Yaxshi kunlar ko'ramiz. Tashkilotchi bundan katta. Razmus savdolardan rahmatlar. Bug'ani tekshirib ko'rsasiz, keyin ma'qullangan adasi uzib beradi. Rahmatlar. Sağ olun. Galarissa Qo'shib avtomarketda xizmatdamiz. Bu bizden teklif, yine bilmedim. Özünüz karar kabul kılınız. Ha. Eğer bir yer kırılsa, ya bir neyse boladan olsa, az görüp alıp kalamız. Şundan başka kemçilik çıksa, eğer bize de bir neyse olsa, ben senden nak pulunu veremem. Ha. Neden siz? Oldu mu? Şöyle koyup satıp veremez, çıraylı. Oldu, tamam, yaxşı. Mesela registrasyaya girizeli, tek pasportuna etken karan. Maşının içinde hiç sakamazsın. Fleşkeniz, antiradar, kamera hemesini alın. Fakat tek pasport bize de kaladı, oldu. Başka neyse kalmasın. Mesela kiravering, registrasyaya şöyle giravering. 226 milyon so'm deb. 226 milyon ha? 2023 yıl 7 Pro Probek neçamında? 23. 23 bin. Geçese yürümeyen eken yani, taze eken. Ya lekin yağdan deyip şöyle bulmaydı. Ha? Karang, bu meseleni kıldırıp veremiz. Usta, eğer köyünüzde olmasa, buna mı kılıp veremiz, buna mı kılıp veremiz, muamması yok. O'zinikini etmayapsa da. Şimdi bu mesele beri bir zakaz bilen aldırıladı. Hava şu Yanatoy. Evet. Taşkent'te aldıramızda. Şimdi bedava olsa bedava dükkanını göremiz. Karşılattırıp koyup veremiz çıraylı kılıp. Hiç probleması yok. Yine doğrusu 226 milyon sanağından keyin bunda bir yürüsen izam doğru gelmedi mi? Ha. Çelliğin adınız o pulunay. Bir yılda yine aldım, 2 yılda mı? Doğru. Makul. Hayırlı olsun. Halal mehnat. Kıldırıp veremiz. Hiç muamması yok. Şimdi hazır mıyız? Karang. Bunu değil mi? Eğer savdanı okşasa hazır, maşını aydap gidesle, lekin afalmiyene kılban veremiz. Afalmiyene kılgandan keyin ben ayt turpmamı demek kılıp veremem. Şu nesala koyulup veriladi size bize. Bir vekillerimiz olmuş yine. Şart emas, Urganchda bo'ladi bu narsalar. Urganchga borasiz. Afalmiyene kılgandan keyin. Bu naqd aladi ya kreditmi? Naqd, ha, 100% naqd. Bo'ldi. Zo'r, ajoyib. Hozir javobini aytamiz. Yani egasi telefonini olsin. Egasi bilan ham. Qara, hozir zadni yonib turibdi. Lekin zadnini teyindagi bu ana shuni qilib beramiz axir, to'g'rimi? Yo'q, uni qo'yib bermasak bo'lmaydi. Keyin teyinda yani garmdori bor, shu garmdori bunday aytiladi bosh. Bu ham singan ama, uni ham almaslab berish kerak. Necha so'mga kelishdingizlar buni? Bo'ldi, yaxshi. Men telefon aytaman sana hozir, yaxshi. Yaxshi. Bunu tamam, yoddan chiqaringlar u narsani. Burada bize dişlik. Hı? Hozir ishlik masala Hozir mesele olindi. pulni berasiz. Doğru xalasangiz hozir notarius aydan. Yo'q, Bunu diyeceğim usta. Hazır 100 milyonunu bir yaktan ödeyip veremem. Tamam. Bankadan. tamam. Bir 100 milyonu yerden ödedi onda. Yani çiftası oladı o bankanın. Tushundim da, hozir meni qo'lima beriladigan pul bormi bu yerda o'zi? Ya. Neçe son bir iş geldi? Yo'q, shappat emas. Men mashinani masalan 5 milyon bilan 20 ming dollarlik mashina berib bera olaman axir. Ha, bu kança veriliş gerek? Mana hozir 5 milyon so'm
5 milyon so'm zaklatni berasizlar. Mashina satıldı da koyamiz şu yerda. Ertaga pullarni o'sha ikkalasidan doğru notariusga borib, afolni yana olib ketaverasizlar. Lekin hozir u pul bilan mashinani berib qo'ymaydi, to'g'ri tushuning. Men uni o'zingiz qo'yib ko'ring. Yo'q, bilaman. Yo, u aytib turibdi, u yoqqa haydab kel deb turibdi. Yangibozorda ekan bu. Ava, Bizlar shundan o'tib ketamiz ko'rlar. ava. Shu yerga olib kelib. Bo'ldi, egasini men telefon qilaman. Ha. Egasi rozi bo'lsa, berib beravering desa, Şunun uyiga qo'yib 100 millionni aka berib, Bo'ldi. undan keyin minib ketaman. Undan ertang pulni beraman. Men unday ilochiga yetimman. bo'ldi, tamam. Sağ ol. Qani, keling. Bo'ldi.